Mashinangizga tent olmoqchisiz, lekin sizni mashinangizga qaysi razmerdagi tent to'g'ri kelishini bilmayapsizmi? Hozir men sizga qaysi razmerdagi tent qaysi mashinalarga to'g'ri kelishini ketma-ketligi bilan aytib chiqaman. Videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turing, foydali bo'ladi. Agar siz Tico yoki Matiz haydaydigan bo'lsangiz, men sizga S razmerdagi tentni maslahat beraman. Agar sizda Damas yoki Spark bo'ladigan bo'lsa, men sizga M razmerdagi tentni maslahat beraman. Aynan sizning mashinangiz uchun to'g'ri keladi. Agar sizda katta bolalar Gentrasi yoki Lacetti yoki Nexia 1, 2, 3 bo'ladigan bo'lsa, men sizga L razmerdagi tentni maslahat beraman. XL razmerdagi tentlar Cobaltga, Onyxga, Monzaga asosan to'g'ri keladi. Agar siz mana mashinalarni haydasangiz, XL razmerdagi tent olishingizni maslahat beraman. Hyundai Elantra yoki Hyundai Sonata yoki Kia K5 yoki bu yerda Malibu 1, Malibu 2 yoki Mercedes W124, W210, W211 bo'ladigan bo'lsa, men sizga 2XL razmerdagi tentni maslahat beraman. Agar sizda Captiva, Equinox, Hyundai Tucson yoki bu yerda Tracker yoki yangi chiqqan Haval yoki yangi chiqqan Cherry'lardan bo'ladigan bo'lsa, men sizga YXL razmerdagi tentni maslahat beraman. Agar sizga mayda mashinalar qiziq bo'lmasa, siz Lexusda yoki Land Cruiser'da yoki Tahoe'da yoki Travers'da yuradigan bo'lsangiz, men sizga Y3XL razmerdagi tentni maslahat beraman. Aynan sizning mashinangiz uchun zo'r to'g'ri keladi. Siz kommentariyaga o'zingizning mashinangizning markasini yozib keting, men sizning mashinangizga qaysi tent to'g'ri kelishini aytib o'tib ketaman.